Assalomu alaykum, salomatsizlarmi? Bardik ko'plagan tamoqlarga, salatlarga biz shunday ukroplarni qo'llanamiz. Ukrop sevuvchilar o'ta ko'p. Shunday ukroplar mana Suzakta sentrida joylashgan agromagazinga bugun kelibdir. Жаңы жақсы ukropning urug'lari. Misal uchun bu arbalet degan ukroq ekan. Ondan keyin dagi izumrud degandan bor ekan. Keyingisi bu alligator degan ukroq ekan. Bulardan ko'rinishlari har qanday. Biroz cho'ngroq, birozi kichikroq. Bardagi yaxshi ukropdir. Gavrish degan firmadan ekan. Bu bir paketi 1 soatga ekan. 100 gram. 30, 35, 40 kunda tayyor bo'ladi ekan. Kelib, kerak bo'lsa, sentrdan olib ketsangizlar bo'ladi. Bunun bir paçkası qancha so'm turadi? Bir paçkası 550 so'mdan ekan. Kelingizlar, atayin sizlar uchun yaxshi ukroplarni olib kelishibdi. Ondan tashqari dag'i bu yerda boshqa urug'lar dag'i bor. Pomidor deysizlar, kapusta, огурцы, dag'i darilar bor. Kelingizlar.